Bugungi mehmonimizning sochlari jingalak bo'lgani uchun sizlarga jingalak soch haqida gapirib beraman. Ya'ni jingalak sochchi birinchi ho'lligida sochini tak silkka olasiz, chunki jingalak sochchi qancha olganingiz bilinmay qoladi. Ya'ni tortib shunday sochni olsangiz, kaltaroq bo'lib qolishi mumkin. Professionalda hozir kommentlarda gaplar ko'payib ketadi. Professional bo'lsangiz siz уже bilishingiz kerak edi. To'g'ri. Professional odam biladi qanaqa soch olishni. Xullas, meni soch olish tarzim birinchi ho'lligida olaman, keyin quruqligida. Va ukladga keladigan bo'lsak, men Bullfrog spreydan, ya'ni солевой spreydan foydalanaman. Nimaga? Chunki u насыщенный такой, естественный effekt beradi. Agar sizlarga soch uchun kerak bo'ladigan sprey, солевой sprey, vosk, ya'ni shunga o'xshagan parfumlar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz bemalol pastda qoldirgan silka orqali yozsanglar, sizlar uchun Bullfrog firmasidan mahsulotlarimizni ko'rsatishadi. Agar siz Bullfrog mahsulotlarini ishlatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, men oldimga keling, men sizga hammasini ko'rsataman. Xullas, ko'rishguncha xayr.